Kommentariyaga ism yozing, o'sha ismli bolani topib 50 ming beraman degandim. Muhammad deb yozibdi. Qani ketdik. Aka, ismingiz nima? Abduxali? Ismingiz nima? Ayibxon, siznikichi? Brat, assalomu alaykum. Ismingiz nima? Ismingiz nima, brat? Akmal. Ha, Akmal. Vo'ra bir to'da bolalar kelyapti. Hop, mana shu ichidan chiqish kerak lekin. Bolalar, assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar? Ismlaring nima? Bizga Muhammad ismli bola kerak. Ishlaringdan chiqadimi? Hech kim yo'qmi ichlaringdan? Yo'qmi? 7 ta bolaning ichidan Muhammad ismli bola chiqmadi. Qayerdan topamiz o'zi? Chiqadimikin? Muhammad ismli bolani qidiryapsiz. Sizning nima? Siznikichi? Assalomu alaykum. Fayozbek, siznikichi? Siz ismingiz nima? Abdulaziz. Assalomu alaykum. Siznikichi? Ne'matullo. Muhammad ismli bola ishlamaydimi o'sha atroflarda? Assalomu alaykum aka. Ismingiz nima? Yahyoxon. Ha, Muhammad ismli bola qidiryapti. Buning ismi nima? Keling. Salom. Ismingiz nima? Rosa qidirdik, topolmayapsiz. O'shaning uchun Muhammad Ali chiqdi. Shunga ham mana 50 mingtalik. Bu sizga, dadangizga berib qo'yamiz. Gap yo'q. Bu k.bek obuna bosib qo'ysanglar har xil o'yinlar qilamiz. Bu videoni Muhammad ismli tanishingizga jo'natib qo'ying yoki uni atmetka qilib qo'ying kommentariyada. Undan tashqari o'zingiz ismingizni kommentariyaga yozib keting. Keyingi safar o'sha ismni hayotdan topib 50 ming so'm beraman.